Assalomu alaykum. Bugungi mashinamiz Chang'an mashina bo'ladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan probeklari 170 ming probek yurib turibdi. 4 baloni yaxshi holatda. Metan gazlar bilan jihozlangan. Metan gazlarining sroki 2034-yildan 65 lik metan. Mashinamiz yonib turibdi, yurib turibdi. Optoli hech narsa yemidi. Motori yaxshi holatda. Mashinamiz dokumentida hech qanday muammo bo'lmaydi. Generalniy desa generalniy, оформить bo'ladigan bo'lsa оформить. Mashinamizning holati, salon holati, obshivkalar yo'q ekan. Sidinalar achinarli holatda. Mashinamizning bitta dom bahosi 17 million bo'lsa beriladi.